Assalamualaikum. Kanalımga yaxşı. Men bugün sizlarga mashinalarımı qachish mashinasimi, parkizdan qilib shundaq dadalarda chiqib qolgan qo'shiqlarni farq etishni deb beraman. Faqat bir tanlam narsa ehtiyojimiz var, mana bu soda. Bunun qaysi tamligi bo'lsa bo'ladi. Bundan birini to'kamiz. Bunu bir 15 minut atrofida shu soda ichida qo'yib qo'yamiz. Mana 15 minut o'tib bo'ldi. Buni biz elib suvda bo'lib yuvamiz. Yuvib bo'lgandan keyin quruqlatib qilsanglar bo'ldi. Men suv nima qilmaydigan qog'ozda aytaman. Mana bu qog'ozda balkiz aytaman. Ko'rgansizlar bu holatda porqiraydi. Qog'oz aytib bo'ladi. Mana bu ham qo'shqum. Bu holatda porqiradi mana. Bu paket aytib bo'ladi. Shunchaliklam. Sodaning limonliqini ishlasanglar texi yaxshi nima qilganda limonni porqitish yo'li bor. Men shu limonni tanladim. Agar limonliqni olmasanglar bo'lmasa boshqasi bo'lsin bilaveradi. Bu holatda porqirab chiqadi qo'shqinlar. Chatal bo'lsin hammasi.